Bo'ldi, hozir mana o'zi aytar. Короче, D-sektorni o'yinida просто stream sniper qilib video olishga kirdim, lekin D-sektor bilan tushdim ham. 4 ta kill qildim ham, baribir o'lib ketdim. Baribir normalniy klachlar qildim. Ko'ringlarmi? Birinchisida Georgia nima eventdan o'lib ketdim-da, Georgia Poolga tushdim. Georgia Poolda вообще ko'p odamlar bor ekan. Bitta squad o'sha yoqqa yig'ilibdi. Ana dacha bor qizil. Tegib qoldi. Buni dabit qildim. Endi nishon. O'shani Georgia Poolda ham o'lib ketdim. Bu vaqtda ikkita sherigim tirik edi, unda ham o'lib ketdi. Bitta 3-sherigim qutqarishga keldim-da. Biratan o'lib ketdim, bizani qutqarib. Samolyotning egasini o'ldir, lekin eng zo'ri mana shu yerda, bilan. O'tyapti-da, o'lmayapman. O'tyapti, kelyapti. Supurgisi bor ekan, uchib kelmaydimi? Men o'zim uchib keladim. Endi bo'ldi, tamom. Bork onasini endi bunaqa narsalar hayotimda birinchi marta bo'lyapti. Bunaqa klachlarni yana ko'pini ko'rasizlar. Halo. Sigma boy. Unda sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarga like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.